qudrat men uchun, har bosgan yo'lingiz hikmat men uchun. Demak, hammangizni ichkariga taklif qilamiz. Xuddi o'zimizni uyimizdagidek mana taklif qilmoqdamiz. Demak, o'ynab kelamiz yaxshi kayfiyat bilan. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi. Ushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'tib erkalayman. Siz uchun bugun sho'xdan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonim mani. Jigarlarim degan qo'shiqni va biz shu qo'shiqni maxsus ular uchun taqdim etmoqchimiz. Nimagadir raqslarda kayfiyat yaxshi emas, energiya yaxshi emas. Nima bo'ldi? Xo'p. Ha, kutilmagan uchun to'g'rimi? Xo'p. Xorazmda lazisi, hammalaringiz yaxshi kayfiyat tilaymiz. Davom etamiz. Haftada bir ko'rishmasak ham, dildan suhbat qurishmasak ham, tashvishlarsiz kulishmasak ham, o'zing bo'lgin ularga panoh. Jigarlarim asragin Alloh, balki hayot sinovlar berib qiynab qo'ysa yo'qchilik kelib, bermasam gar o'zimdan ortib, o'zing bo'lgin ularga panoh. Jigarlarim asragin Alloh, asragin, asragin, asragin Alloh. Jigarlarim asragin Alloh, asragin, asragin, asragin Alloh. O'zing bo'lgin ularga panoh. Aslo berma joniga ozor, xafa qilma ko'pdir dilozor. Dunyo asli bir kamlik bozor, o'zing bo'lgin ularga panoh. Jigarlarim asragin Alloh, ko'rganlari faqat to'y bo'lsin, topganlari faqat bo'y cho'zsin, ostonasi nurlarga to'lsin. O'zing bo'lgin ularga panoh. Jigarlarim asragin Alloh. Va bu tantana munosabati bilan maxsus qo'shiqlarimizni siz uchun taqdim etmoqchimiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. So'ralgan qo'shiqlar hurmatli go'zal volidamiz uchun sovg'alarni taqdim etamiz. Tabriklaymiz. Marhamat. Erkalab turgan otam, mehribonim jonim, 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 jonim otam. Ota, ota jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab o'tirarman mani. Ota, ota jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab o'tirarman mani. Tabriklaymiz.
baxtli, saodatli bo'lishingizni barchamiz niyat istak qilamiz. Biz Mohir ro'za Ramazon oylari qolaversa bugungi sanamizda mana Xudo xohlasa bugun hayit bayramlarida qarshi olmoqdamiz. Yaqinlar shirin didori bilan barchangizga bugun oilaviy xotirjamlik, baxt va saodat, yaxshi niyat istaklarimizni bugun izhor qilayotganimizdan yana bir bora xursandmiz. Har doim baxtimizga sog' omon bo'ling. Yillar davomida farzandlarga bosh bo'ling. Shaxsan jufti qaloningiz hurmatli Alisher akamiz nomidan qolaversa bugun Maqsudaxon, Mashhura, Muxlisaxon qizingiz nomidan tabriklaymiz. Endi mana bizni bu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan hurmatli Ulug'bek yaqinlarimiz qolaversa bugun Moqigul kelinlar nomidan tabriklaymiz. Biz taniydigan Jo'rabek og'alarimiz nomidan tabriklaymiz. Jalilbek ukamiz nomidan barcha yaqinlar nomidan yana bir bora bugun tug'ilgan kuningiz bilan samimiy muborakbod qilayotganimizdan xursandmiz. Bu dargohda Fotimaxon yaqinlarimiz endi bugun nomlarni aytamiz desak, nomlar ko'p. Eng asosiysi hammasi qalbimizda har doim hammasi yonimizda baxtli, saodatli bo'lishligini bugungi tantanamizda Rohatay hamda Abubakir jigarlar nomidan ham yana tug'ilgan kuningiz bilan qizg'in muborakbod qilayotganimizdan xursandmiz. Har aytgan so'zingiz ibrat men uchun. Har bosgan yo'lingiz hikmat men uchun. Ukangiz bo'lmoqlik shavkat men uchun. Siz bor hayotimga yetmaydi putur. Opajonim meni boringizga shukr. Ko'nglingiz og'ritsam kechirdingiz tez. Birga yig'ladingiz men yig'lagan kez. Cheksiz baxtim erur sizni boringiz. Mendan o'tgan bo'lsa ming bora uzr. Opajonim meni boringizga shukr. Onamdan keyingi onajonimsiz. Erkalab suyguvchi mehribonimsiz. Xush surat, xush sabon qadrdonimsiz. Ey osmonning qizi, go'zal oyimsiz. Opajonim meni boringizga shukr. Mana shu ochiq osmon ostida barcha kelgan insonlarimiz nomidan tabriklar. Ana endi hali hadimay raqsbon qo'shiqlarda ham taqdim qilamiz. Xup desangiz shu yerda, yo'q desangiz esa ichkarida barchangizni raqslarga, o'yinlarga taklif etmoqchimiz. Qolaversa bugun maxsus tortimiz siz uchun taqdim etilgan oilaviy shirinliklar daqiqasini ham sanoqli daqiqalardan keyin taqdim etish niyatimiz ham yo'q emas. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Barcha yaqinlar nomidan biroz olqishlab qo'yamiz. Barcha yurtdoshlarimizga oilaviy xotirjamlik, baxt va saodat, yaxshi niyat istaklarimizni bugun izhor qilib, yaqinlar bilan birgalikda mana qarshi olayotgan Muyassarxon volidamizni yana bir bora bugun tug'ilgan kunlar bilan samimiy tabriklashda davom etamiz. Alisher akamiz va Muyassarxon volidamiz uchun taqdim etmoqchimiz. Ijtimoiy tarmoq orqali mana bugun musofirchilikda bizni kuzatayotgan oshna oilalarimiz, barcha yaqinlarimizga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Har doim sog' omon bo'lsin, oila davrasiga xursand bo'lib qaytib kelish ularga ham nasib etsin deymiz. Tabriklaymiz, o'ynab kulamiz, ketdik, marhamat. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamasiz ushum, aytilar rahmatim. Biz uchun har onda quvonchga to'lingdan, 80-90da yashanib yuringdan. Dadajonim menim, onajonim menim, olamda ikkimiz yagonam menim. Dadajonim menim, onajonim menim, hali ham yonimda parvonam menim. Tabriklaymiz. Hech nima yetmaydi, borimni berayman, o'tib erkalayman. Siz uchun bugun sho'xdan kuylayman. Dadajonim menim, onajonim menim, olamda ikkingiz yagonam menim. Dadajonim menim, onajonim menim, hali ham yonimda
beramiz. Yaxshi kayfiyat bilan davom etamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Qo'shiqlarimizga minifar bo'lmaymiz, o'ynaymiz. Ha, ha.
ijtimoiy tarmoqlarimizda mana bugun xudo xohlasa bizni Alisher akamiz qolaversa, Ulug'bek o'g'illarimiz, Fotimaxon yaqinlarimiz mana kuzatmoqda. Ular bitta qo'shiq so'rashgan. Jigarlarim degan qo'shiqni va biz shu qo'shiqni maxsus ular uchun taqdim etmoqchimiz. Yana bir bora bugun tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Nimagadir raqslarda kayfiyat yaxshi emas, energiya yaxshi emas. Nima bo'ldi? Xo'p. Ha, kutilmagan uchun to'g'rimi? Xo'p. Har doim vaqtimizga sog' omon bo'ling. Demak, so'ralgan qo'shiqlarimizni taqdim qilamiz. Har doim mana shunday jigarchilik, mehr oqibat yo'qolmasin. Tabriklaymiz. Yaxshi kayfiyat bilan omon etamiz. Marhamat. Sizlardan chet davlatdan sog' omon keling. Xudo xohlasa shirin diydor ko'rishaylik va so'ralgan qo'shiqlarni taqdim etamiz. Yaxshi kayfiyat bilan siz uchun taqdim etamiz. Shu qo'shiqni so'rashdi. Marhamat, davom etamiz.
alacağım bilmelerini. Erkanımız iki senelerinde. Aynen. Azam bilen çıktım aynayı görmeye. Ay bakana karalarını sürmeye. Azam bilen çıktım aynayı görmeye. Ay bakana karalarını görmeye. Melek aynen akbak yüreğimde. Gözüme tergen akbak yüreğimde. Yasır alacağım bilmelerini. Erkeğimizin cesedlerinde. Yasır alacağım bilmelerini. Erkeğimizin cesedlerinde. Gel gel aynanim ah ah hey ah. Resim aynanim aynanim ah ah hey ah. Gel gel hey aynanim ah hey ah hey ah. Resim aynanim aynanim ah ah hey ah. Limuzinin araba ah hey ah hey ah. Yüzünüze kara boynuyor ah ah hey ah. Limuzinin araba ah hey ah hey ah. Yüzünüze kara boynuyor ah ah hey ah. Ah hey ah hey ah hey ah. Akıllı işte ah hey ah hey ah. ijtimoiy tarmoqlarimizda mana kuzatayotgan barcha yaqinlarimiz, tug'ishgan jigarlar bu o'yinimizni haqiqiy bir asr mezbonlari ular ham hozir qanday tabriklarimizni Muyassarxon volidamizga yo'llab qo'yishini bu yerda mana Jamolbek og'alarimiz barcha yaqinlar nomidan bugungi samimiy o'yinimizga bo'lgan tabrik va istak-niyatlarimizni yo'llash uchun so'z navbatini bermoqchimiz. Ana shu tabriklarimizdan keyin esa oilaviy shirinliklar daqiqasini e'lon qilamiz. Hayotingiz har doim shirin bo'lsin, yana bir bora baxtli, saodatli bo'ling. Qolaversa, bitta narsani bugun alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Alisher akamiz bilan Muyassarxon volidamiz baxtli bo'lsa, farzandlar ularning baxtini ko'rib har doim o'rnak olishadi. Baxt nima? Shu savolni o'zi baxt emasmi? Axir o'y deyapsan, ishlayapti o'ng. Iltini ko'ra olmay ketganlar qancha? Baxt emasmi ko'zlaring ochilgan har tong? Yana shodlik emasmi barcha yaqinlar yaxshi yomoningni oshirib tursa, kimnidir o'ylasang tunlari bedor, o'ylasang yuraging shoshilib ursa. Baxt emasmi ko'zlaring sevaman desa, baxt emasmi ko'zlaring ochilgan har tong? Har bir kun uchun yaratganimizga hammamiz shukrona qilamiz va barcha musulmon ahlini Hayit bayramlari bilan tabriklab, bizda yaqinlar diydori bilan tabriklar daqiqasi boshlandi. Marhamat. Katta bayram qolaversa bugina singlimizni tug'ilgan kuni shuna uzoq umr, keng davlat, Alisher bilan teng ko'rsinlar, baxtli bo'lsin. Ammo o'ynab kulsinlar. 100 yoshga kirgandan shunday deb o'tiradi. Ekan baxtli bo'lsin, ammo sog' salomat bo'lsin. Tabii doğan günümüz. Şeramenet den karagayslar, ballarla hatır yürüp oturgayslar. 100 yaşlarınıza gelene şöyle bir tabrikle bakış bizlere meselesi. Yani böyle tabrikli ben Sağ ol babası. Yes. Ulan Alisher bilen ben karılaşsam, kızlarını rahatını görgensem, iki kızından çıkarıp aktık görüp, aktıklarım üylendirip, gelin alıp hem mesela nasip etse tutarım. Sağ yürüyesem güzel baktığımızda, hepimiz baktığımızda ileride sağ yürüyesem. Köp yaşlara kirgizsen. Bize baktığımızda ama sağ salamet bu bilgiysen. Etken emezsen bize opamsan etken. Soğuk aysan. Bugün aşkında ulu günde öpkemiz olan yine öpkemiz uzak öpkemiz. Tozmazdan öpkemiz arkadaşlarım yok, sözüm yok. Sağlık amanlık öpkemiz. Şimdi özden hakkında opamız şu. Öpkemiz sağ olaysan. Başımızdan bu. Rahmet size. Ben de Bu o'yinimizni haqiqiy mezbonlar nomidan qolaversa hurmatli bugun Ulug'bek og'alarimiz, Alisher akamiz va Fotimaxon yaqinlarimiz barcha yonidagi yaqinlar, qarindoshlarda hammaligini galdagi tabriklarimizni yo'llash uchun so'zga taklif qilamiz. Hurmatli ularni samimiy tabriklarni qabul qilmoqchimiz. So'z ularga. Marhamat. Tekror tabriklayman.
Rahmat, sağ bo'lasizlar, rahmat. Rahmat ukam, rahmat, sağ bo'lasizlar. Sağ bo'ling. Rahmat. Elshira aka. Elshira gaplang. Alishara so'llab bering, to'ydan oldingi aytgan gaplaringiz bormi? Ko'rishiningda ko'rdingiz, bo'ldi. Vaqt, ballar yo'q adam. Ballar yo'q adam. Ballar aytdim. Sağ olun, rahmat. Sağ salomat qaytib kelinglar. Hamma narsa uyushtirib berishmoqchi bo'lgan bittasi gap. Gapim yo'qmi? Rahmat katta. Xo'p. Galdagi tabriklarimizni yo'llash uchun bu o'yinimizda yorqin vakillari nomidan Mohi Gulxon yaqinlarimizni so'zga taklif qilmoqchimiz. Hurmat bilan so'z sizga. Hacata bulup yurganlaringizdan inşallah o'tirmaymiz. Ha, she'r aytib bersak ma'qul. Mani juda yaxshi ko'rgan opam. Katta rahmat barchangizga. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Shirinliklar daqiqasini iydan qilamiz. Barcha yaqinlarimizga ulashamiz. Hayotingiz har doim shirin bo'lsin. Alisher aka tabriklaymiz. Baxtli, saodatli bo'lasizlar. Tabriklaymiz. Marhamat. Shohlar ovontira